Hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonliklar, Qirg'izistondagi sayohatimiz rosa moshli bo'lyapti. Qirg'izistonda ob-havo juda boshqa ekan. Mana soylariga netdi. Oha, qalay endi atmosfera yoqyaptimi sizga? Do'stimni birga olib kelganman-da, bir Shohimardonni, bir Qirg'izistonni birga bir obzor qilib kelamiz. Atmosfera prosta bomba. Haligi o'tish qiyin emas. Haligi oddiy ID pasportingiz bo'lsa bo'ldi. Kelib shu joylarni ko'rib ketish imkoniyati bor. Oddiy misol o'zimizdan misol postdan o'tdik. Hech qancha rasxot yo'q. Postlardan hech bemalol kelib Qirg'izistonda ham xuddi shunaqa joylarni ko'rib ketish imkoniyati bor. Like, komment bosib, Rishtonlik obunachilarga tashab qo'yish, esdan chiqmasin Rishton obzor. Endi menimcha Rishtonlik blogerlarning ichidan birinchisi men bo'lsam kerak bu joylarda obzor qilib turgan. Endi men degan so'zlarni ham qo'shib turaveradi. Toshkent